Bozor aylanib yurdik, arzonchiroq variantlarni qidirib, men akam o'zlarinikini olib chiqqan ekanlar. Men olmasak bo'lmaydi deb o'yladim. Chunki kvadrati ham katta, narxi ham arzon ekan. Aka, bu qayerda joylashgan o'zingiz ayting? Necha kvadrat? Stariy Sergelda 2 etaj qilib qurilgan 98 kvadrat. 43 ming kelishamiz yana, narxi 43 ming. O'zimni uyim sotyapman. 3 xonami? 3 xona. 3 xona qilingan, 43 ming so'rayaptilar. Mana shu telefon raqami o'zlariniki. Yana kelishaman deyaptilar. O'zimniki deyaptilar. Orientir nima bo'ladi aka oldingizda? Orientir indeks bozor orqa tarafi. Indeks bozori orqa tarafi ekan. Masalan, bir tadbirkorlik qilaman deb olib arendaga berib qo'yaman, qo'yib qo'yaman desa, necha pulga tortadi aka sizlar? 400-500 ga tortadi. 500 dollar. 400. Remontlari qanaqa? Remonti kosmetik qilingani, kraska qilingan, rang berilgan. Tayyor kirib yashaydi? Tayyor, o'zim yashab o'tirmayman. Jihozlari qoladimi, olib ketasizmi? Oshxona mebellari qoladi. Kir mashina, oshxona mebeli, gaz plita, xolodilnik yangi qo'yilganmiz. Ana. Demak, gaplashasizlar, agar yodimga ko'tarib yurmansizlar, balki kelishsizlar, ularni ham qoldirib ketariladi. Uy bozordagi holat, kanalga obuna bo'linglar. Hop, mana Toshkent uy bozoriga keldik. Odamlar ko'p. Mana hozir keyin ham bor ekanlar. O'zlarining uylari ekan. Men gapirishga ham uyalaman deyaptilar. Shuning uchun o'zimiz aytib kvartira qo'ymoqchi ekanlar. Sergeli 4-bekatda uchastka, dang'illama 2 etажli uchastkam bor. 900 mingdan qo'yaman. Kishi boshigami 900 ming? Kishi boshiga 900 ming. Sergeli nechisi bo'ladi? 4-bekatda yonida, shunda metroni yonida 100 metr. Sergeli 4-bekatda oldida bo'lyapti. Uchastka 900 mingdan kishi bor. Sal qimmatroq ekan, lekin sal qimmatroq kestirib qo'ysangiz odamlar aloqaga chiqishadi. Necha telefon raqami? 90 32 mana shu telefon raqamiga chiqsanglar, keyin bizlarni ham ko'rsatmayaptilar, gapirishga ham qiynalyaptilar. O'zingizlar gaplashasizlar. Kimga srochniy kerak bo'ladi, oilani ham qo'yaverar ekanlar endi. Pulini kelishasiz, sal qimmatroq aytadilar, endi aytilishadi. Bolalar ham qo'yaman, akkuratli bolalar oila bo'lsa qo'yaman. Ular ham katta uchastka. Arenda 100 soat 300 dollar. Arenda ham bor ekan, bitta xolam o'zimlarniki deyaptilar. O'zingizmi xola? Ha, o'zimniki. Qarang, xalq ko'radi. Ha, xola? O'zimniki, men aldamayman. Aldamaysizmi? Yaxshi. 3 xonali ipodromni oldi ekanmi? Ipodromdan? Hovli bu. Hovlidan 3 xonasini beryapsizlar ijaraga. Orientir nima bo'ladi, xola? Joylashgan joyi qayerda? Chinni bozor bilasizmi? Aha. Chinni bozor Mosdan o'tgandan keyin birinchi svetoforimiz, ikkinchi svetofordan o'ngga qayrilib masjid bor. Aha. Masjid to'g'risidagi birinchi xonadon meniki. O'zingizni xonadoningizdan beryapsiz. Meros. 3 xonasini. 3 xonasi alohida solingan kvartirani. Necha puldan beryapsiz xola uni arendaga? Shunda bolalarga bo'lsa 700 dan. Kishi boshiga 700 dani. Oila bo'lsa-chi bitta xonani Oila oladigan. bo'lsa shunda 1 million 800 dan. 1 million 800 dan bitta xonasini beradi. Sharoitlari qanaqa, xola? Yaxshi. Sharoitlari yaxshi, hamma sharoiti bor. Aloqaga chiqasizlar, men telefon raqamlari o'zlarini. Kanalga obuna bo'ling. Bozordamiz. Men hozir yengilgan variantlari bor deyishdi. Birinchisi Shafon Tohir tumani Tinchlik metroni oldiga 2 xonali 9 qavatli uy, 9-qavatda ekan. Общий koridor ekan, bezdemir 60 metr kvadrat ekan, 60 ming so'raladi. Balkoni bor ekan, 1.7 keyin esa Yashnobod rayoni Qo'yli bozor orqasida ekan, 3 xonali, 9-qavat, 8 qavatli binoda. Obod dom, remonti yaxshi, balkon 3 to'rli ekan, mebel texnika qilish tashlab ketiladi. 83 metr kvadrat, 67 ming so'raladi ekan bunga. Keyin Chinozor 24 bir xona 3 xona qilingan ekan. Birinchi qavatda joylashgan 4 qavatli uy ekan. Nizli fotoofis berilgan ekan. Ikkinchi liniya ko'chasi 57 metr kvadrat, 58 ming so'raladi. Telefon raqamlari 93 151 1288. Aloqaga chiqinglar, yangi variantlar ekan. Kanalga obuna bo'linglar, like bosing. Uy bozor byuromizda arenda so'raganlarga bir xona Namastroyga 5-metro
Ha, 5 metrdan 2 kilometrga 300 dollar so'ralayotgan ekan. Raqamlari 88 707 16 17. Arenda so'raganligi aloqaga chiqinglar. Kanalimizga obuna bo'linglar, like bosgan bo'lsangiz sog' bo'linglar. Mana yana keyingi kelgan variantiga Yunusobod 17 da 2 xonali, ikkinchi qavatli 5 qavatli uyi, balkon 2 6 ekan. Yuqori sifatda ekan 60 metr kvadrat, narxi 67 ming dollar so'ralyapti. Bu starting narxi 99 lik 103 088 ga tushadi. Mana kelishiladi. Kanalimizga obuna bo'linglar. Uy bozordamiz. Uy bozorida holat. Uy bozorni ko'rib yurdik. Chilonzor so'raganligi, Chilonzor 20 da 3 xonali, ikkinchi etaj, 4 qavatli uydan bor ekan. Balkoni 1,5 ga 6 lik ekan, 50 metr kvadrat. Sredniy remont 58 ming so'ralayotgan ekan. Bu telefon raqamlari qo'yilgan. Rasmlari ham bor ekan. Rasmlari. Bu startli narxi kelishiladi, aloqaga chiqinglar. Chilonzor so'raganlar. Kechagina Chilonzor so'rashyapti. Va xolamda bitta arzonchiroq varianti bor deyaptilar. Shuni qo'ysangiz bo'ladi deyaptilar. Sergeli 9 dan bu xola? 9-hudud. Aha, orientir nima bo'ladi? Orientir nimaligini bilmayman, to'g'risi. 5-metroga, 3-metroga bir ostanovka. 3-metroga bir ostanovka, 500 metr, 71 kvadrat. 71 kvadrat, 60 ming so'ralyapti. Remontlari, Ichida mebellari ham bor. ichida mebellari bor, remontlari yaxshi deyaptilar. 2 xonali, 5 xonali, 5-qavatda 16 qavatli domniki. Kimga chiqadi aloqaga? Mana bu nomerim aloqaga. Mana shu nomer. 99 lik 345 1907 ga chiqasizlar. Gaplashasizlar, narx tushiladi bundan. Sog' bo'linglar. Kanalga obuna bo'ling. Hatto xolam o'zimniki mana shundan qo'yib yuboringlar deyaptilar. Sotilib ketsa yaxshi bo'lardi deyaptilar. Qayerda bu xola uchastkangiz? Bu ham ipodrom olim polvon. Aha. Şimdi bozordan o'tganingizdan keyin Aha. Stafur yonida birinchi uy. Birinchi uy. 2,5 sot. 2,5 32 man bo'lish 27 ga beryapmiz. Nima sotiga 27 mingdan. Sotiga 27 mingdan beryapsiz. Bo'lish 27 mi devam. 2,5 sotga sotishingiz kerak qo'lingizda. Tushunarli. O'tda yashashga sharoit bormi yo o'zi qurib oladi? Sementga qilib qo'yganmiz. Xona bilan qilib qo'yilgan. Oltiga to'rt xonasi. Ikkita. Hani kimga quruq yer kerak bo'ladigan bo'lsa, xolamga chiqasizlar, raqamlari qo'yilgan tegida. Kelishtirib berasiz yana narxini. Mayli. Kelishtirib beraman. Kanalga obuna bo'linglar, sog' bo'linglar, salom. Bozorda yurdik, dadam chaqirdilar. Men variantni ko'rsating deb, arzonchi variant deyaptilar. Hozir eshitamiz o'zlaridan. Andoda qayerda bu necha kvadrat? Bu Bektemir tumani Vodnik avtosalondan kirganda chap tomonga o'tadi. 9 etajli 9-etaj 3 xona, 73 kvadratli uy. Bo'lishi yaxshi. Nima qilsa agar kelishiladigan joyi bor. Telefon raqamimizni qoldiramiz mayli. Ayting raqamingiz. 90lik Aha. 167 03 57. 57. Bu akamlar bozorda tirikchilikda o'tirishibdi. Tirikchilikdamiz, ha. Lekin kvadratidan summasi ancha arzon ekan. Yana tushirib beramiz deyishyapti. Ichidagi jihozlar qolarmikan? Ichida jihozlari endi ayrimlari qoladi. Uncha ham alik emas jihozlari. Uy remonti yaxshi, sostoyanasi. Bo'ldi, gaplashasizlar, o'zlariga aloqaga chiqib, uy bozor. Holat. Kanalga obuna bo'ling. Va hozir akamlar chaqirishdi. 66 mingda bo'lsa beraveramiz. O, o'sha narxini ham aytib qo'ydilar boshdan bosh 66 ming bo'lsa beraveramiz deyaptilar. Akamlar tirikchilikda o'tirishgan ekan. Yana balkim kelishishar. Qani ayting, bu qayerda aka joyi? Sergeli 10-hudud, 16 etajkani 6-qavati. Metro 4-bekatga bir ostanovka. Sergeli yo'nalishidagi metro bor-ku. Aha. Shunga bir ostanovka. Bir ostanovka. Balkon 1,5 ga 3 lik ekan, 70 metr kvadrat. Remontlari yaxshimi aka? Toza remont, Yevro remont. Agar olib ijaraga qo'yaman desa, nech pulga qo'ysa bo'ladi? 450 dollarga qo'ya oladi. Kimdir ijaraga qo'yaman deydiganlar bo'lsa ham, qiziq ko'rsa bo'ladi. Raqam kimniki aka pastda? Ha, raqam. O'zingizniki? O'zimning raqamim. Mana shu raqamga aloqaga chiqasizlar. Bu aka endi tirikchilikda, bozorda. Kanalga obuna bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Arendaga qiziqqanlarga, mana bu arenda ham shop turishgan ekan. Chilonzor 400, Chilonzor 400, Chilonzor 450, Yakkasaroy 450, Chilonzor 700.
Sergili 300, Sergili 400, Chilonzor 400, Chilonzor 400. Arzonroq variantlarni ham qilib berishligi mumkin. Mana hozir kengayib ketyaptilar. Telefon raqamingizni ayting keling. 90'lik Aha. 959 Aha. 0590. 0590 telefon qilinglar. Mana shu yerda bozorda tirikchilik yurishyapti. Sog' bo'linglar, kanalga obuna bo'ling. Men srochno sotilishi kerak deyaptilar. Qayerda bu gene joyi? Jukovskiyda. Aha. Ro'parasida lokatsiyasi zo'r joyda, birinchi etaj, 3 xonali, 64 kvadrat metr. 68.500 deyapmiz, kelishtirib beradigan joyi bor. Telefon raqam kimniki bu tegidagi? O'zimniki. Mana o'zlarinikiga Jukovskiyning oldidan deganlar uchun aloqa etishdilar, kelishtiramiz deyaptilar. Kelishtiramiz. Mana uy bozor. Odam ko'p. Yakshanba. Mana bu dodamda ham variant bor ekan. Sotiladigan zo'r variant hozir keldi deyaptilar. Hozir keldi mana variant. Hozir ochib beraman. Mana. Aha. Shu turmushim ham beraveryapti. 48 mingga. Hamma narsa qoladi uy ichida. $400 arendatori ham bor. Agar arendaga qo'yadigan odam bo'lsa, arendatorni ham qovuradi arendator ham chiqarib yubormasa. 2 xona 5-5 13-kvartal Farxatskiyning oldida. Kimga aloqa? 48 ming. 48. Mana shu nomerga aloqaga chiqishadi. Mana shu nomerga aloqaga chiqasizlar, gaplashasizlar, ya'ni sunnatiga o'tib berishadi. Uy bozordagi holat. Kanalga obuna bo'linglar. Va keyingi sotuvchi opamiz o'zimniki deyaptilar. Do'mbrobodda ekan. Qayerda bu xola Do'mbrobod? Aytingchi. Mescidin arkası. Do'mbrobod masjidi orqasi. 188 mektabin birama yanı. Mana 188 maktab shunda yonida deyaptilar. Bu demak 2 xonali, 3 xona qilingan. 3 xona qilingan, 2 xonali 3 xona qilingan, 4-qavatdami? Yo'q, 3-qavat. 3-qavatda 4 qavatli domniki. Balkon balkon 1,5 ga 3li balkon ekan. O'zimniki deyaptilar. Men telefon raqamlari 362 4080 99lik. 58 ming so'rayaptilar. Endi bu bozori narxi, o'zlari telefon qilsanglar kelishtirib beradi. O'zlariniki ekan realni. Buni bemalol telefon qilib, bozordagi holat. Kanalga obuna bo'ling. Mana metroni oldidan bo'lsin degan joy ham chiqdi. Bu bozorda Choshtepa metro, Novostroyki, bir xona 33 metr kvadrat, 7-qavatda 12 qavatli uyki 41500 so'ralayotgan narxi. Buni kelishtiramiz deyishyapti. Sizda kelishiladi. Ha, sunnatiga kelishtirib, chiroyli qilib beramiz deyapti. Telefon qilgan odamga deyapti. Necha raqam aka? 77lik 414 9890. 9890 bu uy bozoridagi holat. Mana uy bozor, odam gavjum. Bozordagi. Hozir o'tib ketyotdik va ukamizni ham chaqirdilar. Biznikini ham qo'yib yuboring, kelishtirib beramiz narxini deyaptilar. Qayerda bu? Birinchi qavat, ikkinchi qavat ukam aytingchi? Ikkalasi ham Choshtepa metro birinchi bekatda. Shundan chiqqandan 16-12 etaj qiladi. Aha. Necha kvadrat? 54 kvadrat degan birinchisi, Yevro remont. 54. Ikkalasi ham, короче, bittasi 45, bittasi 54 kvadrat, ikkalasi Yevro remont. 2 kun oldin chiqqan. Aha. Shu narxlari bittasi 65,5, ikkinchisi 58,5 mingdan kelishtirib qilib beramiz agar aloqaga chiqishsa bizga. Mana shu raqam o'zinglarniki. Aloqaga chiqinglar. Kimniki o'zi uy? O'zimniki, adam. O'zinglarning uylarmi? Aldamayapsizmi? Yo'q, to'g'ri. Ana ko'ringlar, o'zimizlarniki deyapti. Agar kimdir tekshirib ko'ringlar, yolg'on gapirsa, kommentariyaga yozasizlar. Sog' bo'linglar, kanalga obuna bo'ling. Ha, yo'q deb turaman. Xo'p, ana keyingi xonamizni ham bozorda qo'lam turgan ekanlar, sotaman deb uylarini. Kimniki bu xola, o'ziznikimi? Sinim uyim. Aha, necha kvadrat, necha pul bor? 42 kvadrat. Anaqa Kadish va bozori yo'parasa 9 etajkali. 3-etaj. 42 kvadrat, qo'li 45. Srochno sotilyapti. Yolg'iz onani uyim, sinim uyim. Sinlarning uyiga men telefon raqamlari srochno sotilar ekan, aloqaga chiqinglar, kelishtirib berishar ekan. Hozir bu 46 ming yozilgan, o'zi 45 mingga tushdi. Yana tushib beramiz deyishyapti. Srochno puli kerak, yolg'iz ayolda otdilar. Sog' bo'linglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Ijaraga uy qidirayotganlarga ham bor ekan, bir xonali, Beruniydanmi haqiqatda? Ha, Beruniy metro necha kvadrat aka? Sharoitlari qanaqa? Necha puldan qo'yilyapti? Xonadonlik mashina konditsioner. Aha. 250 dollar. Kelishiladimi buni? Yo'q, bo'lishi. Bo'lishi 350 dollardan ekan. Makler xizmati ham bor deyaptilar.
Telefon raqamingiz. 92 Aha. 150 77 6. Ana shu raqamga tushsanglar, gaplashib, yana topib beradilar boshqa joylarda. Uy bozorda. Uy bozorga qolib. Kanalga obuna bo'ling.